Qancha kishi sayladi bu yoqdan? Tizme bo'yicha 1889 saylovchimiz bor. Eshitib qo'yinglar, baldar suramiz, buni o'jiluqni qarmab turishingiz kerak. Eshitavering, mana ko'yish deyaping, tizme to'xtating. Hozirgi uchurda qancha kishi tovush berdi? 800. 200 berdi уже. 800. Ha, 800 berdi. 800 kishi hozir tovush berdi. Evet. Qiyinchilik bo'lsa, bu munosabatda qiyinchilik bo'lsa, buzuq emas, yaxshi. Prosta bu bayaqı elden özünün küçü bilen tavaldatkanlık üçün anca-muncha qaytarıp qo'yatadi. O'shaning uchun bu asli operatorlarimiz o'zi bayaqı tartqan bölükleri bunda chiqarib qo'yatadi. O'shaning uchun yordam beryapti. Ko'rsatib qo'yilib, biroq bu Endi prezidentlikda referendumga bizlarga savol chiqadi. Yo'q, prezidentlik bu. Referendumdaki bu. Prezidentlik asıl aparatı yaxshi ishlayapti. Biroq referendumdaki kishida bir qiyinchilik bo'ldi. Endi mana emening qonunini qayta chiqarib qo'yib, o'shanday bo'lgan uchun belgilash kerakmi? Bukma deb aytmaysizlarmi? Bukmagilar. Assalomu alaykum. Al, dönüyor o bu tapma. Kichkina yer emasmi? Bu tarix bo'lib qolib turadi. Aile yo'q, maktab shunday tar. Bizki mala komplektli maktab eslatganlar. Biroq emeğimiz çoğun zalımız yo'qligina baylanıştı. Shu yerda o'tkazishga bizga ruxsat berganlikdan biz o'tkazib o'tamiz.